Islom sivilizatsiyasi markazi muzey ekspozitsiyasini shakllantirish jarayonlari jadal suratlarda davom etmoqda. Ya'ni ushbu loyihalarga yoki bo'lmasam ekspozitsiyani shakllantirishga chet ellik hamkorlar ham jalb etilmoqda. Masalan, bundan misol qilib aytadigan bo'lsak, muzey ekspozitsiyalarini o'sha davr bo'yicha yoki bo'lmasam xronologik tarzda to'ldirish uchun chet elning ko'plab muzeylari va ilmiy tashkilotlari bilan hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Ya'ni ularning ekspozitsiyasida saqlanadigan aynan bizning hududimizga oid bo'lgan eksponatlar saralab olinmoqda va ular bilan shartnomalar tuzilmoqda. Aniq olib kelinadigan eksponatlarimiz hozir bizda mavjud, uning ro'yxati. Bularni aytadigan bo'lsak, chet eldan Italiya, masalan, Italiyadan Turin muzeyi, undan tashqari Britaniya muzeyi, Berlin muzeyi va hududimizga oid bo'lgan eng ko'p eksponatlar saqlanadigan Rossiyaning Ermitaj davlat muzeylari bilan o'sha hamkorlik aloqalari olib bormoqdamiz va ulardan hozirgi kunda bir qator eksponatlarning ro'yxatini qabul qilib oldik va ular islomdan avvalgi davrdan tortib to o'sha hozirgi davrgacha bo'lgan katta davrni qamrab oladi. Ya'ni islomdan avvalgi davrni oladigan bo'lsak, bu eksponatlar ichida Sug'd hududiga oid bo'lgan nodir artefaktlar bor va bundan tashqari o'rta asrlar, ya'ni Somoniylar, Qoraxoniylar davriga oid bo'lgan numizmatik materiallar va undan tashqari keramik va sopol idish namunalari olib kelinadi. Aynan shu Ermitaj muzeylaridan va Britaniya muzeylaridan, kolleksiyalardan va shu bilan birgalikda hududimiz tarixida eng yorqin iz qoldirgan Temuriylar davriga oid bo'lgan bir qator eksponatlar ham ekspozitsiyamizga jalb qilinishi kutilmoqda va bundan tashqari o'zbek xonliklari yoki bo'lmasam Shayboniylar davriga oid bo'lgan eksponatlar ham olib kelinadi. Hozirda biz iloji boricha asl nusxalarini olishga harakat qilyapmiz, chunki bu bizning diyorimiz uchun, ya'ni bizni o'zbek xalqining tarixi uchun eng ahamiyatli nodir eksponatlar hisoblanadi. Ularni aslini olib kelib, mana shu ekspozitsiya bo'limlarimizda namoyish etishga harakat qilamiz. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra olib kelishi yoki bo'lmasa mumkin bo'lmagan yoki bo'lmasa iloji bo'lmagan eksponatlar bo'lsa, ularni asl nusxasini, mulyajini, faksimilesini yoki bo'lmasa maketini yasaymiz albatta va uni ham olib kelib ko'rsatamiz. Lekin asosiy oldimizda turgan prioritet bu avvalambor o'sha asl eksponatlarni olib kelib, asligicha o'z holicha o'sha ekspozitsiyada namoyish etish.